immunitet uchun, qon ko'paytirish uchun, vaspaleniyani kamaytirish uchun, bundan tashqari bronx yo'llarini shamollashga, ko'pgina kasalliklarga davo bo'ladigan bizada 100% organik bo'lgan mahsulotlarimiz nalichida mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu shotut, ya'ni qora tut siropi hisoblanadi, Turkiya mahsuloti hisoblanadi. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Qonni ko'paytiradi, vaspaleniyga yaxshi, bundan tashqari bir qancha turdagi kasalliklarga yaxshi. Va mana qarag'ay siropi, bu ham bilsanglar bronxlarga juda ham foydali hisoblanadi, oshqozon ichak yo'llariga foydali hisoblanadi. Bu archa mevasi siropi. Bu sirop bo'yicha bir qancha turda odzivlar oldik, hurmatli xaridorlar. Bu siropimizni bronxlarga, vaspaleniyga juda ham foydali hisoblanadi, ya'ni ichki yaralarni ham kamaytirib berish xususiyatiga ega. Hamma bilgan xarnublarimizda nalichida mavjud.